O'zbekiston Portugaliya bilan o'ynamaydigan bo'ldi. Washington shahrida o'tgan tarixga loyiq marosim 2026-yilgi Jahon chempionati qur'asi nafaqat futbol dunyosida, balki o'zbekistonlik muxlislar orasida ham katta shovqin-suronini uyg'otdi. Mundial debyutiga tayyorlanayotgan terma jamoaning taqdiri ham ana shu kechada ma'lum bo'ldi. O'zbekiston K guruhiga tushib, u yerda Portugaliya va Kolumbiya kabi jahon futbolining yirik kuchlariga qarshi maydonga tushishi aniqlandi. Uchinchi raqib esa qit'alararo play-off orqali mart oyida ma'lum bo'ladi. Qur'adan keyingi qiziqarli vaziyatlardan biri O'zbekiston va Portugaliya o'rtasida mart oyiga belgilangan o'rtoqlik uchrashuvining bekor qilinishi bo'ldi. Championat.aziya yozishicha, ikki federatsiya avvalroq to'liq kelishuvga erishgan va o'yin uchun barcha shartlar muvofiqlashtirilgan edi. Biroq qur'adan keyin bu uchrashuvni o'tkazish imkoni qolmadi. Chunki FIFA reglamentiga ko'ra, jahon chempionatida bir guruhda o'ynaydigan jamoalar turnir oldidan o'zaro o'rtoqlik o'yini o'tkaza olmaydi. Shu bois Portugaliya ham, O'zbekiston ham mart oyida o'zlariga yangi raqib topishiga to'g'ri keladi. Bu qaror kutilmagan bo'lsa-da, o'yinchilar uchun yangi taktik yechimlar sinab ko'rish imkoniyati ochiladi. Terma jamoa shtabining so'zlariga ko'ra, mart oyida o'tkaziladigan o'yinlar mundialga tayyorgarlikning muhim qismi bo'lib qoladi. Qisqa qilib aytganda, qur'adan keyin kalendar ham o'zgardi, rejalar ham yangilandi. Lekin muxlislar kayfiyati bir xil. 2026-yilning yozini katta umid bilan kutyapmiz.